Bu kech masjid hujrasi yana obod. Katta shamni tokchaga qo'ndirib, ochiq tanchaga pista ko'mir solib, mayus bir-biriga yonma-yon o'ldirguvchi ikki muftiy qo'llarini olovga tovlar edi. Hujraning to'rdagi tokchasiga 5-6 dona qalin muqovali kitoblar terilgan. Ularning varag'i tahida sharhi Mullo Jomi Aqoid al Havoshi, Hikmatul Ayn, Al-Viqoya, Siyari Sharif kabi so'zlar yozilgan edi. Kunbotish tokcha devoriga gul ravishida tushirilgan duo yoki shuning kabi muqaddas kalimalar yozig'li bir qog'oz yopishtirilgan. Sirlar bilan turlarga qo'ziqlarning biriga beva xotinning dekchasidek bir salla ilingan edi. Shahodat mufti kasonni olib pichoqni tutdi va keyin ko'krak shishirib nafas oldi. Ajab edi va dardda Kalonshah Mirzo boshini irg'atib qo'ydi. Suygan yorim sen bo'lsang, ko'rgan kunim ne bo'lg'ay, deb davom etdi mufti. Ulamir qadrshunos bo'lgandan so'ng qiyin ekan shu oqqodarning qo'l ostida ishlagandan devonni tashlab ketgan beqaroq. Sabr qiling domla, sabr, innallohi ma-sabrin. Albatta, valiki sultonalik bemorga bosh ekkandan har roz 10 tayoq yegan yaxshi. Xuftonni o'qigandan so'ng tahorat yengilab yurguvchi mulla Abdurahmon hujra eshikda ko'rindi. Kichkina havoncha boshidagi oq teptima to'ppa va qora uzun soqolli uni xatlarning savdogari qiyofasiga qo'ygan edi. Mulla Abdurahmon ichkari kirib qoziqdagi salli oq to'ppo'slar kiydi. Men janoblar so'zlari bilan uyga ovqat buyurtirmadimi? Lozim emas, biz uyda ovqatlanib kelganmiz. Mulla Abdurahmon tancha yoniga kelib o'ltirdi va yer ostida Shahodat muftiga qarab iljaydi. Shunday qilib Mirzo Anvarni qiz bilan qochirdingiz. Qochirish bo'lsa qochirdik, va lekin qorda qutulib yomg'irga tutildik. Mulla Abdurahmon: men eshitdim. Kulli yomon battar. Bunisi undan ham qabihoq bo'ldi. 5 kundan beri yuraklar zardobga bo'ldi. Mulla Abdurahmon, dedi mufti, kecha biznikiga yo'qlab borgan ekansiz. Siz ketasiz, men kelibman deb afsus qildim. Bu kun mulla Kalonshohni olib siz bilan suhbatlashib qaytaylik degan niyatda. Qulluq taqsir, qulluq, deb mulla Abdurahmonni qimirlatib o'tirdi. Men Anvar bilan sultonalik mojarosini faqat kecha Mirzo boyishdan eshitdim. Bu to'g'rini aniqroq bilish uchun janobingiz xizmatingizni borganim edi. Xo'sh, havodis nima? Havodismi? Qani so'zlangchi, mulla Kalonshoh. Kalonshoh so'zlay bering degandek Shahodat muftining o'ziga ishorat qildi. Shahodat mufti ko'zini yumqirab havodis sahifa ochdi. Havodis shulki, Anvar barasiga sizning olgan nishoningiz jiddiy to'g'ri tushib, biz kutgandan ham ziyodroq samaraga erishgan, ya'ni mag'rur go'dagimiz qizni olib qochgan. Shahodat muftiy davom etdi. Chamasi nisfi shab, yarim kecha asnosi do'stim deb yonida qiz sultonalining uyiga kelgan. Sultonali tong otguncha ikki go'dakning qo'ynini puch yong'oqqa to'latib chiqqan. Erta bilan ular uyquda yotganda sultonali o'rtog'i yugurib kelgan. Voqeani Tunqotarga so'zlab, Tunqotar xonga yo'liqib, xonning buyrug'i bilan yonlariga yasavolur olib kelsalar, oshiq-ma'shuq yo'q. Ular joyida sultonaliga atalgan bir sabnoma bor. Chamasi sultonali ablahlik qilib Anvarni bad o'ldirib qo'ygan va tong vaqti ular uyquda ekan chog'da g'oyib bo'lib yana shubhani orttirgan bo'lsa kerak. Sultonali Anvar bilan qizni tutib berolmasa ham baharhol xonga yaxshi ko'rinib, Anvarning o'rnini olishga muvaffaq bo'ldi. Barcha havodis mana shundan iborat. Abdurahmon hikoyani eshitgandan keyin bir necha vaqt so'zsiz o'tirdi. Tanchadagi olovni tuzatar ekan, yer ostidagi muxbirlarga qarab iljaydi. Mirzo boyisdan ham shu ma'noni eshitgan edim, dedi nihoyat. Janoblarning fikrlari balki to'g'ridir, ammo men bu ma'nodan biroz shubha qilaman. Ya'ni, masalan, Abdurahmon qo'lini o'ynab yana biroz sukutda o'ltirdi. So'ngra labi ohista-ohista ochilib yumila boshladi. Bu hammasi sultonali bilan Anvarning o'yinidir deb o'ylayman. Bu andishamga bir necha sabablar ham bor. Janoblardan maxfiy emasdirkim. Bir o'zaro qanday yaqin bo'lsak, sultonali bilan
Anvar ham o'zaro shunday qarindosh edilar. Binobarin aqlga qarag'angan ko'zi cho'qur ekanmi degan savol keladi. Janoblar shu borani qanday tushundilar ekan? Shahodat muftiy Kalanshohga qarab qo'ydi. Kalanshoh parvozsizroq ko'rinar edi. Orada yana bir necha vaqt sukut hukm surdi. Sultonali sarmunchiy bo'lish uchun do'stidan kechsa ham mumkin, dedi muftiy. Ikkinchi tarafdan, sizning fikringiz ham ehtimol banbaid emas. Mirzo-boshi bo'lish uchun do'stdan kechish ham mumkin, dedi muftiy. Ikkinchi tarafdan, sizning fikringiz ham ehtimoldan baid emas. Sulton Ali do'stdan kechmay turib ham bu nayrangni qilishi mumkin emasmi, domla, deb kuldi Abdurahmon. Masalan, xon olmoqchi bo'lgan qizni qochiruvchi Anvar ikki boshdan-ku qaytib mirzoboshi bo'lolmaydir. Boshqa tarafdan, xiyonatkor do'sti bo'lib tanilgan Sulton Alining ham hayoti tahdid ostida turardi. Bas, shu holda bu nayrang tug'ilgan bo'lsa, yana to'g'risi, shu hiylaning Sulton Alining amonati talab qilingan bo'lsa, siz bilan men g'araz qanday mantiqqa suyana olamiz? Shahodat muftiy o'rnidan turdi va Abdurahmonning yoniga kelib, orqasidan qoqdi. Rahmat, o'g'lim, rahmat. Sen tuqqan onangga va o'qitgan ustozingga rahmat. Abdurahmon yerga qaragan holda iljaydi. Shahodat muftiyning aqliga tahsin o'qiynos chakib, o'z joyiga o'tirdi. Mulla Kalanshoh, shu gap bizni aqlimizga kelmabdi-da. Shahodat muftiyning xursandligidan qo'shilmay o'tirg'uch Kalanshoh parvosiz qo'lini olovga isitdi. Men shu andishani ham qilgan edim. Birozdan keyin Kalanshoh, lekin aqlim baravar qilmagan edi va hozir ham shu fikrdaman. Sabab shu bois Sulton Ali Anvarga suiqasd qilmagan bo'lsa, hech gap yo'q endi, ammo u xonga qaribat hosil qilish uchun astoydil Anvar qasdiga tushganim bundan shubha yo'q. O'zgalar tarafidan so'zlangan fikr yoki bahs har qancha mantiqiy bo'lganda ham Kalanshohning qarshi chiqish fe'li bor edi. Uning bu fe'liga yaxshi tushunib qolgan Shahodat muftiy bosh chayqadi. Biz yanglishamiz. Kalanshoh yana yuqoridagi so'zni takrorladi. Bachi, mani yanglishamizmi? Mulla Abdurahmonning o'zi ham o'ylab ko'rsin. Basharati Sulton Alining do'stlik yuzasidan Anvarni qochirib yuborganda ham unga hech bir zarar yo'q edi. Bas, Sulton Alining ham harakati to'g'ri. Anvarga xiyonat qilish mansab umidida ekanligi shubhasiz. Oradan o'z fikriga qarshi shuncha raqiya o'tirsa ham parvosiz go'yo muraqaba o'ltirguday Mulla Abdurahmon yana jilmayib boshini ko'tardi. Sulton Ali bilan Anvarning bitta atti-qatti o'rtasida har kimga ma'lum-ku, domla, bashoratchi o'z uyiga turgan Anvarning xiyonati. To'g'risi-da, Sulton Alining o'zini tag'afulga solgan mardumning ko'ngliga nima gap keladi? Ayniqsa, janoblaringizni qanday andisha tushar edingiz? Ojizing fikrimcha, u nayranglar boshi bir o'q bilan necha qushni urganlar. Masalan, janobga Sulton Alining sadoqati zohir bo'ldi. Sarmushiyning vazifasi beozor o'ltirib o'ldi va uchinchidan, mardum ko'zini bo'yadi. Bahor Anvarning barishi chiqmaganda ham Sulton Alini ham va na bizni ayblay olar edi. Xo'sh, boshi yo'q edi. Qiziqish bo'lgan Kalanshoh birovning ustiga ayb qo'yish uchun Sharon shohidan lozim davoni isbos qilib
kerak. Ha ha ha, sen faloncha gunohkor bilan do'st eding, deb kishini ayblash. Masalan, ushbu davomni qilguvchi o'zining ham ularning maslahati ustida bo'lmagansiz. Faqat shundaymizki, degan mulahozada so'zlaysiz. Holbuki, sizning so'zingiz sharoit to'g'ri pullik qiymati yo'q uka. Kalonshoh juda qiziqib ketdi. Sharoit so'zining to'g'ri pullik qiymati yo'q uka. Taxir bilan mulla Abdurahmon ham bo'zarib oldi. Mening so'zim bir mulohaza, taqsiz mulohaza shar'an isbotga buyurilmagan. Hokazo o'zingiz aytgancha, go'yo masnan uchun jon o'tib yurgan Sultonalining zohir harakatlariga ham ishonib bo'lmaydi. Shuning kabi sizniki ham vusuq yo'q. Men aytayapman-ku, janjalning kattaga kelishini fahmlagan Shahodan mufti Abdurahmonning so'zini bo'lib, oraga tushdi. Baxtsiz, nima hojat? Mulla Kalonshohning ham to'g'ri, sizniki ham haqiqat. Ammo hozir masalamiz qaysi fikrda to'g'ri ustida emas. Qaysi yo'l bilan Sultonalini bu o'rindan olib tashlaymiz, borasizmi? Ko'p yillardan beri birga yurib, o'z ruhiga tushunib qolgan Shahodat muftining bu so'zlari bilan Kalonshohni ozgina yorishdi. Ana bu boshqa masala, dedi mulla Abdurahmonning fikrini to'g'rimi, egrimi surishtirmay, unga faqat bir tadbir deb qarasangiz, bu boshqa gap, ammo mag'zi haqida deb bilishingiz bus-butun xato. Shahodat mufti bu masalani yopib, ikkinchi tarafga o'tishga shoshildi. Chunki Abdurahmon yana bir iljayib, ikki og'iz aytsa, Kalonshohning og'zini tikish o'g'ri o'sha. Shahodat mufti buni yaxshi anglar edi. Xolos, dedi mufti. Menda voqe haloki faraq ham faqat shuni ustida. Yo'qsa ilmi g'aybni kim bildiribdi? Ammo mulla Abdurahmonning mulohazasining qiymati shundaki, Sultonali muammosini tez hal qilsa bo'lur. Muftining siforish so'zlari bilan Kalonshoh juda ham o'ziga kelib qoldi va hali qanday deb yovvoshgina so'rab ham qo'ydi. Hali oson, juda oson, dedi mufti. Biz mulla Abdurahmonning mulohazasi ayni bilan janobga bir ariza yozamiz, xolos. Mulla Abdurahmon namoyishkor Kalonshohga qarab, o'ng qo'li bilan manglayini qashidi. Ammo Kalonshoh qanoatlanmagandek qilib bosh chayqadi. Xon Sultonalining sadoqatiga qanoat hosil qilgan, yana shu holda bu arizaga ishonar
ishonardimi? Agar haqiqatni aytsa, xon o'zidan boshqa hech kimga e'timod qilmaydi, dedi mufti. Xayr, Sultonaliga e'timod qo'ygan ham bo'lsin, yana bu taqdirda ham bizga arizani yoza beramiz. Nega? Agar ishonsa Sultonalining o'rdadan haydar, ishonmasa yana bizga nima zarar? Bu gap sizga qanday o'xshaydi? Mulla Abdurahmon ko'zini katta ochib, to'g'ri topgan kabi bosh irg'adi. Arizamiz o'rinlasa ko'p yaxshi, bil'aksi yordada o'zimiz xayrdalurmiz, dedi Kalonshoh. Nima uchun? deb so'radi mufti. Axir arizani kim berganligi ma'lum-ku. Yo'q, dedi mufti. Biz ariza ostiga imzo qo'ymaymiz, Kalonshoh. Imzosiz ariza mu'tamad bo'lmas. Mu'tamad bo'lmasin, bizga nima zarar? Bahar nav shu ehtimolni xonning qulog'iga yetkazsak bas-da. Kalonshoh, kimni dastxati bilan yozasiz? Bu oson. Siz bunisidan xotirjam bo'ling, Kalonshoh noiloj ariza yozishga roqib bo'ldi. Arizaning shu majlisda Mulla Abdurahmon huzurida yozilishi muvofiq ko'rinib, mufti tahrirga oltirdi.